Bugungi uyimiz o'zini yaxshi ko'radigan, o'zini sevadigan insonlar uchun aqqol bir mos variant bo'lib turibdi. Assalomu alaykum hurmatli bizning obunachilarimiz. Assalomu alaykum Ali SS Servis kuzatuvchilari. Bugun bitta yangi dahshat ideal remontdan chiqqan va arzon narsadan foydalanmagan uyimizni video obzori qilganmiz. Buni video davomida ko'rib o'zingiz shohid bo'lasiz. Samarqand shahar Gagarin ko'chasi 9 qavatli uyimizning 3-qavati, zalati 3-qavati 3 xona idealniy super lyuks remontda chiqqan xonadonimizni video obzorimizga taqdim etamiz. Haqiqatda ko'rasiz. Xonadonimizga arzon narsalar ishlatilmagan va remontlar yurakdan qilingan har bitta detallarga alohida e'tibor qilgan. Shunday qilib mazza qilib yashaydigan xonadon bo'lgan. Xo'p, azizlar, bu bizning zal qismi. Zal qismiga bitta e'tibor qilasiz. Juda dahshat, juda chiroyli, juda katta. Qimmat-qimmat pardalarimiz ilingan va qimmat chiroyli gilamlarimiz solingan va qimmat lyustralarimiz ilingan. Bitta e'tibor qilasiz. Devorlarimiz oppoq attachento qilingan, italyanskiy attachento juda zo'r boshqacha chiqqan. Xonadonimizning isitish tizimi polni chopli pol qilingan va kacholimiz mana bu yerda joylashtirilgan, marhamat ko'rishingiz mumkin. Bu shaharning markazida joylashgan xonadonimiz. Bu yerda gaz va suv kommunikatsiyadan umuman muammo yo'q. Kirish eshigimizdan video obzorini davom ettiramiz. Azizlar, mana bu oynadan qilingan razdvijnoy eshiklarimizga bitta e'tibor qilasiz. Bu yoqdan zalimizdan chiqish uchun mana shunday eshiklar juda chiroyli boshqacha chiqqan. Xo'p, bu glavniy kirish eshigimiz, xonadonimiz ko'rib turibsiz, yangi yevro montaj qilingan va mana shunday kirganimizda prixojni shkafchamizga bitta e'tibor qilasiz, juda chiroyli va boshqacha chiqqan. Shunday kirganimizda bu yog'i oshxona qismimiz ko'rishingiz mumkin. Oshxona mebeli ham juda boshqacha rangda qilingan va hamma sharoitlari xolodilnikimiz, moykamiz, gaz plitamiz, duxovkamiz, bitishkamizgacha o'rnatib ketilgan. Mana shu stolishni stolimizni o'ziga $1,500 ishlatdik deb aytishdi xonadon egalari. Va oshxonamizdan shundoqqina umumiy sanuzilga o'tiladi. Marhamat ko'rishingiz mumkin. Umumiy sanuzilimiz ham chiroyli qimmat kapellardan va hamma sharoitlari qilib tayyorlab ketilgan. Mana shunday razdvijnoy eshigimiz bilan zal qismiga chiqamiz va zalimizdan kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamizga o'tamiz. Marhamat ko'rishingiz mumkin. Bu ham juda chiroyli, oppoqqina kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Hamma sharoitlari qilib qo'yilgan. Divanlarimiz, terimonimiz, shkaflarimiz va o'zgacha did bilan tanlangan lyustra va chiroyli biralarimizgacha ilib qo'yilgan. Va keyingi oxirgi xonamiz bu bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Marhamat ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham hamma sharoitlari qilib qo'yilgan. Divanchalarimiz qo'yilgan, chiroyli shkaflarimiz va o'zgacha lyustralarimiz ilinib qo'yilgan. Azizlar, ko'rib turibsiz, xonadonimizni ortiqcha maqtash shart emas. Haqiqatda juda chiroyli, ideal remontda chiqqan xonadon. Samarqand shahar Gagarin shundoqqina kooperativniy kollej ro'parasida 9 qavatli uyimizning zalati 3-qavati 3 xona, juda katta kvadraturada 90 kvadrat metr, narxi esa 117,000 AQSh dollari. Xonadonimizning narxi o'z puliga arziydimi yo'qmi, buni kommentariyada yozib qoldiringlar. Men o'ylayman arziydimi, chunki remontni tushungan odam kelib ko'rsa, o'zi biladi. Xonadonimizga arzon narsadan ishlatilmagan, chunki xonadon egalari o'zlari uchun remont qilishgan, buni yurakdan remont qilishgan. Xonadonimiz ko'pchilikga manzur bo'lishi aniq, chunki zo'r lokatsiya, zo'r remont va hamyonbop narxlarda. Yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, pastdagi nomerga qo'ng'iroq qilamiz, biz bilan bog'lanamiz, kelamiz, ko'ramiz. Biz esa sizlarga shunaqa shikarli variantlarni taqdim etishda davom etamiz. Salomat bo'lasizlar.